Karyera qilmoqchi bo'lib o'smoqchi bo'lsangiz, ingliz tili juda ham muhim. Mehmonxona sohasida teoriyada o'rgatilgan bilimlar muhimmi yoki hamma narsani уже praktikada kerakli bilim, skilllarni o'rgansa bo'ladimi? Hattoki suradigan pomadangizni rangigacha ahamiyat berilardi. Butun bir dunyo bo'yicha qaysi joyga bormang, Hayat mehmonxonasida 12 kun bepul yashaysiz bo'ladi. Mehmonxonangizda turgan mehmonlar bilan ishlayotganda ularning konfidensialnosti juda ham muhim hisoblanadi. Boshqa kompaniyalarda ishlashingiz osonroq bo'ladi yoki Dubayda, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklarida ishlashadi mehmonxonalarda. Doim mehmonxona o'zining ishchilarini himoya qiladi, o'zining ishchilarini qo'llab-quvvatlaydi. Assalomu alaykum Nodir opa, podkastimizga xush kelibsiz. Vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Avvalambor o'zingiz haqingizda gapirib tanishtirsangiz. Assalomu alaykum Sabina, rahmat taklifinglar uchun. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, men mutaxassisligim mehmonxona yo'nalishi bo'yicha 10 yildan oshiq mehmonxonalarda, turli xil mehmonxonalarda ishlaganman, O'zbekistonda va Xitoyda. Hozirgi kunda mehmonxonani o'zida emas, lekin tadbirlar bo'yicha proyektlarda ishlayman va bundan tashqari universitetda mehmonxona yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Siz karyerangizni Vithem mehmonxonasida stajirovkadan boshlab, hozir mana уже mehmonxona управляющийsi, menejeri lavozimigacha kelgansiz. Shunaqa mashaqqatli yo'lingizda boshida qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Xo'p, men birinchi ish boshlagan joyim bu Vithem kompaniyasiga qarashli Ramada mehmonxonasi bo'lgan. O'zimizda O'zbekistonda Toshkentda joylashgan. Talabalik paytlarimiz o'sha stajirovka qilish boshlaganimizda bitirib oxirgi kurslarimizda shodga praktikaga amaliyot o'tashga tushganman. Boshida men uchun juda ham stressli bo'lgan bu holat, to'g'risini aytsam, to'g'ri qiziq bo'lardi. Mehmonxonaning ichida bo'layotgan har xil holatlar, mehmonlar bilan gaplashish, muloqotda bo'lish. Mehmonxona o'zi shunaqa joyki, doim odamni o'ziga jalb qiladi. Har xil emotsiyalar olasiz. O'zingiz tengi ishchilar, komanda katta, ya'ni juda katta bir oila bo'lib ishlaniladi. Lekin shunga qaramay o'ziga yarasha stress holatlar ham juda ham ko'p bo'ladi. Men o'zim mehmonxona sohasida, ya'ni mehmonxona sohasida ishlashni demayman-ku, yoshligimdan mehmonxonalarning ichiga kirib, ko'rib qiziq bo'lardi-da, nimalar bo'ladi, qanaqa ishlashadi. Mana shu narsaga qiziqib kelganim uchun boshida unaqa qiyinchilik ko'rmaganman, lekin ishlab borgan sarim o'ziga yarasha mashaqqatlarini o'sha odam ko'rib his qilishni boshlar ekan, shunda bo'lardi xayolda har xil stressli holatlarda qila olarmikinman, mana shu narsa o'xshirmikin, undan tashqari yana har xil qaysar mehmonlar bo'ladi, mijozlar emas, mehmonlar deymiz biz mehmonxona sohasida. Mehmonlar bilan ishlayotganda qo'rquvlar va qiyinchiliklar bo'lardi. Demak, stress ko'p bo'ladi, o'shanga chidamlilik bo'lishi kerak. Albatta, mehmonxona sohasida, umuman boshida emas, mehmonxona sohasida juda ham stress ustойчивый deymiz, stressga chidamli bo'lishi kerak mehmonxona sohasida ishlaydigan ishchilar. Yaxshi. Siz Avstraliyaning Southern Cross universitetida o'qigansiz va nima deb o'ylaysiz? Mehmonxona sohasida teoriyada o'rgatilgan bilimlar muhimmi yoki hamma narsani уже praktikada kerakli bilim, skilllarni o'rgansa bo'ladimi? Ikkalasi ham muhim. Menimcha bu har bitta sohada teoriya ham muhim, chunki siz o'sha real keyslarga kirganda, mehmonxonaga tushganda dovdirash bo'lmasligi uchun, o'zingizni qanaqa tutishingiz uchun biz baribir teoriyani ham o'rganishimiz kerak. Lekin baribir mehmonxonada biz successga, muvaffaqiyatga erishishimiz uchun, juda ham kuchli mutaxassis bo'lib yetishimiz uchun praktikani o'rni juda ham katta, ya'ni amaliyot juda ham muhim rol o'ynaydi.
Tushunarli. Siz Xitoyda IHG Hotels and Resorts organizatsiyada ishlagansiz va shu yangi muhitda, boshqa mamlakatda ishlab ko'rib, nima deysiz? Qanaqa yangi bilimlarni, skilllarni o'rganishingizga to'g'ri keldi o'shanda? Xo'p, men Xitoyda tajriba olganimda, Xitoyda mehmonxonada ishlagan paytimda, ya'ni men Xitoyda luxury segment bilan yaqindan tanishdim. U payt bizda luxury mehmonxonalar hali yo'q edi. O'zbekistonda biznes segmentdagilari bor edi. Bu biza Hyatt Regency Hilton'ni bu biznes segmentga ko'proq ajratsa, Intercontinental, bizda Marriott ochildi hozirgi kunda. Bu hashamatli segmentda bo'lgan mehmonxonalar hisoblanadi. Xitoyda men ko'proq luxury segment bilan tanishdim va yana ham ko'proq tushunib yetdimki, servis bu sistema. Ya'ni quriladigan sistema. Sistemangizga bog'liq. Sistemangiz qanaqa servis ko'rsatishingizga juda ham bog'liq. Va luxury segmentlarda tushunib yetdim, luxury segmentlarda juda ham muhim har bir detalga ahamiyat berish. Ya'ni bizda nima bo'lardi? Hattoki suradigan pomadangizni rangigacha ahamiyat berilardi. Hamma bir xil pomadada. Luxury segmentda dress kodingiz, ko'rinishingiz, har bitta detallar luxury segmentda juda ham muhim. Ya'ni mehmonga emotsiya beradigan har bitta detal juda ham muhim hisoblanadi luxury segmentda. Trебованиялari ko'proq bo'lar ekan, shunday stroji. Xuddi shunaqa. Yana biza IHG kompaniyasi bilamiz, IHG kompaniyasiga Intercontinental, Crown Plaza va bir qancha Voco mehmonxonalari bor qariydi. Bizani men ishlagan mehmonxonani ownerida yana ikkinchi mehmonxonasi bor edi, yaqin bir-biriga joylashgan. Bu Bulgari Resorts mehmonxonasi. Shu mehmonxona ham bizani mehmonxonamizni owneriga qarashli edi. Bu yerda ko'proq bu mehmonxonada juda yuqori darajada bo'lgan VIP mehmonlar bo'lardi va VIP mehmonlar uchun har xil turdagi tadbirlar bo'lardi. Вечеринкалар, konferensiyalar. Biz ba'zi bir holatlarda support uchun bu komandaga yordamlashgani borardik. Men shu yerda juda ham katta tajriba olganman, ya'ni luxury segmentga tegishli bo'lgan tajribani olganman. Xalqaro mehmonxonalarda servisga keladigan bo'lsak, qanaqa trебованиялari bor? Misol uchun eng bazaviy xodim olayotganda ishga nimalarga qaraydi? Qanaqa bazaviy trебованиялар qo'yadi ishga oladigan odamlar? Hop, o'zi mehmonxona sohasida bu bazaviy trебованияларdan bittasi til bilish. Ya'ni o'zim ham talabalarim orasida ko'raman, mehmonxona boshqaruvi bo'yicha o'zbek, rus, ingliz til gruppalari bor. Mehmonxona sohasida kuchli mutaxassis bo'lmasangiz, baribir chet el fuqarolari bilan, mehmonlar bilan ishlaysiz-ku. Bu ingliz tili birinchi o'rinda juda ham muhim. Ya'ni ingliz tili bo'lmasa siz muloqot qila olmaysiz mehmonlar bilan. Mehmonxonada ishlatadigan programmalarimiz, yozadigan narsalarimiz hammasi ingliz tilida bo'lib o'tadi. Shuning uchun ingliz tili bu biz uchun ish instrumenti hisoblanadi mehmonxonada. Ya'ni ko'proq mehmonlar bilan muloqotda bo'ladigan bo'lsangiz yoki siz mehmonxona sohasida karyera qilmoqchi bo'lib o'smoqchi bo'lsangiz, ingliz tili juda ham muhim. Ingliz tilini bilmaydiganlar bizda back office degan narsa bor. Back office house, ya'ni mehmonlar bilan muloqotda bo'lmaydi. Mana shunaqa pozitsiyalarda ishlash mumkin bo'ladi faqat. Misol uchun qanaqa pozitsiyalar bu? Bu aytishimiz mumkin laundry juda ham muhim bo'limlardan bittasi. Butun bir mehmonxonani tozaligiga bular ham javobgar, hamma narsani yuvib, bizga mehmonxonalar degan mehmonlarning kiyimlarini butun bir yuvishga, dazmollashga, quritishga javobgar bo'lgan bo'lim. Tildan tashqari yana ham programmalar bilan ishlashni aytib o'tdingiz. Qanaqa programmalar ishlatiladi? Uni ishga kirishdan oldin bilish kerakmi yoki keyinchalik har bitta otel o'zi o'rgatadimi? Har bitta otelni o'zini treninglari bo'ladi. Ayniqsa xalqaro brend mehmonxonalarimiz, hozir gap 4 va 5 yulduzli mehmonxonalar haqida ketyapti. Har bitta brendda o'zini ichki trening sistemasi bo'ladi va ishchilar doimiy mana shu treninglarni olib,
o'z ustilarida rivojlanishlari, yana ham karyeralarini qilishlariga yordam beradigan treninglar hisoblanadi. Bundan tashqari yana mehmonxona sohasi uchun, mehmonxona biznesi uchun kerakli bo'lgan platforma programmalarimiz bor. Bu front office bo'limi. Front office bo'limi ishlatadigan platformamiz Opera deb aytiladi. Ya'ni bu Operada biz butun bir mehmonxonamizni boshqaramiz. Mehmonxonamizda bo'lib turadigan, bo'layotgan ishlarni nazorat qila olamiz. Bundan tashqari restoran, food and beverage bo'limi uchun alohida bir programmamiz bor. Mana shu programmalar bilish, ko'nikmalar juda ham muhim hisoblanadi mehmonxona ishchilari uchun. Demak, ushbu programmalarni ishga kirgandan keyin ham o'rgansa bo'ladi. Bilib kirganingiz sizga ishga kirishingizga, agar bilsangiz ishga kirishingiz osonroq bo'ladi, shansingiz kattalashadi, yuqorilashadi. Tushunarli. Siz katta masshtabli tadbirlarni tashkillashtirishga hissa qo'shgansiz. Misol uchun 2022-yildagi Shanxay sammiti, xalqaro musobaqalar. Shunaqa tajribaga ega bo'lgan spetsialist sifatida hozir shu sohaga kirib kelayotgan, qiziqqan yoshlarga qanaqa maslahat berardingiz? Qanaqa ko'nikmalar, bilimlarni o'rganishlari kerak? Umuman mehmonxona sohasiga, servis sohasiga kirib kelayotganlarga yoki shu sohada rivojlanmoqchi bo'lganlarga men maslahat bergan bo'lardim. Birinchi o'rinda bu o'sha stressga chidamli bo'lish, ikkinchi o'rinda har xil grafikda ishlashga tayyor bo'lish va har xil kutilmagan holatlarga tayyor bo'lish. Agar bu sohaga kelib ishlab oyligimni olib ketmoqchiman deydiganlar bo'lsa, tavsiya bermayman, chunki mehmonxonada bitta bir rezultatga butun bir komanda mas'ul bo'ladi-da. Ya'ni bu meni ishim emas, ayniqsa deydigan bo'lsa, biz bir-birimizga doim yordam beramiz, bo'limlar bir-biriga yordam beradi. Men bu bo'limda ishlamayman yoki bu meni ishim emas, menga tegishli narsa emas degan bo'lsa, mehmonxona bunaqa insonlar uchun to'g'ri joy deb bilmayman, chunki biz ishlaganimizda ko'rardik, mehmonlar ko'payib ketgan holatda ulgura olmaydigan holatlarimiz bo'ladi, har xil holatlar bo'ladi bizda. Hattoki GMlar, ya'ni generalniy menejerlarimiz ham kelib bellboylarga yordamlashib, mehmonlarning chemodanini tashishga yordam berishardi. Ya'ni mehmonxonada butun bir komanda umumiy rezultat uchun ishlaydi. Один за всех, все за одного degandek получается. Tushunarli. Mehmonxona sohasini ham amaliyotda, ham nazariyada mukammal biladigan spetsialist sifatida Sedu Academy'ni ta'lim berish formati haqida nima deb o'ylaysiz? Sedu Akademiyaga keladigan bo'lsak, bu juda ham zo'r imkoniyat. Chunki avvallari bunaqa bizda o'quv markazlari, akademiyalar bo'lmagan. Faqat universitetga borib o'qilardi. Bu universitetda ham ko'proq teoriya olinardi. Hozir siz karyeringizda o'sishingiz uchun yoki mehmonxonaga kirib ishlashingiz uchun maqsadingizga tezroq olib boriladigan yo'l deb bilaman Sedu Akademiyani. Chunki bu yerda 4 xil yo'nalish mavjud bo'lsa, siz o'zingiz uchun, o'zingizni qiziqishingizdan, o'zingizni qarashlaringizdan kelib chiqqan holda tanlashingiz mumkin. 4 tadan bitta yo'nalish bu front office bo'ladimi, food and beverage bo'ladimi, housekeeping yoki bar yo'nalishi bo'yicha bilim olib ishlamoqchimisiz? O'zingiz tanlaysiz bittasini, mana shu tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha mutaxassis bo'lib yetishasiz va yana bitta katta ustunliklardan biri bu akademiyada onjob, ya'ni ish vaqtida praktika, amaliyot qilib, bitta vaqt ichida parallel ravishda ham teoriya, ham praktika olish imkoniyati bor. Bundan tashqari akademiya Toshkent shahridagi ko'pgina 4 yulduzli, 5 yulduzli hozirgacha memorandum tuzilgan. Hozir ham boshqa mehmonxonalar bilan memorandum tuzish jarayoni ketyapti. Mana shu partnyor mehmonxonalarda praktika o'tib, keyinchalik ishga joylashish imkoniyatini beradi. Bu juda ham katta imkoniyat beradigan, sohaga kirmoqchi bo'lganlar uchun katta imkoniyat beradigan akademiya deb bilaman. Siz
ham aytib o'tganingizdek, Sedo Academy'da aynan praktikaga, amaliy bilimga judayam katta urg'u beriladi. Bu narsani qanaqa afzalliklari bor? Aytib o'tganimizdek, mehmonxona sohasida karyera qilishingiz bu sizni tajribangizga bog'liq, ya'ni amaliyot ko'nikmalaringizga, praktika deymiz, mana shu ko'nikmalaringizga bog'liq. Siz qancha ko'p kitob o'qiganingiz emas shu sohada, balki siz qanchalik real keyslar bilan ishlaganingiz, qanchalik qiyinroq keyslar bilan ishlaganingiz, qancha ko'p mehmonlar bilan, qaysi turdagi mehmonlar bilan ishlaganingiz juda ham muhim ahamiyatga ega. Chunki siz mana shu holatlarda bo'lganingizda nima desak bo'ladi, juda ham yaxshi chiniqasiz. Juda yaxshi katta tajribaga ega bo'lasiz. Shuning uchun ham teoriya ham praktika olish bu birinchidan mehmonxona sohasiga kirishga juda ham katta yordam beradi. Ikkinchidan siz o'sha ishingizda mustaqil, bemalol o'zingizga ishongan holatda ishlay olasiz. Chunki sizda teoriyadan tashqari praktika bilimlari ham bo'lgan o'qish jarayonida va mana shu praktikani, bazaviy praktikani olishga ishlayotgan paytingizda o'sha vaqt ketkazmasdan siz rivojlanishingiz uchun ko'mak beradi. Tushunarli. Ishga kirayotganda Sedo Academy'ni bitiruvchilar bilan boshqa nomzodlarni farqi nimada bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Farqi shundaki, Sedo Akademiyamizda biza xalqaro standartlarga, xalqaro mehmonxona, xalqaro servis standartlarini o'rgatamiz. Bu olgan bilimlari bilan O'zbekistonda bo'ladimi yoki boshqa chet davlatlarda bo'ladimi, bemalol ishlashsa bo'ladi. Ikkinchidan biza mana shu yo'nalish bo'yicha eng kerakli bo'lgan, ya'ni o'zimizning tajribamizdan, har xil qo'llanmalardan teoriyani yig'ib, eng kerakli joyini yig'ib programma qilganmiz. Mana shu ikkinchi ustunligi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni bundan tashqari nafaqat akademiyalarda O'zbekistonda, balki universitetlarda ham, ko'p universitetlarda mehmonxona turizm yo'nalishi bo'yicha o'qitadigan universitetlarda bo'lmasa kerak, menimcha opera degan programma, ya'ni butun bir mehmonxona, brend mehmonxonalar, 4 yulduzli, 5 yulduzli mehmonxonalar ishlatadigan programmamiz. Mana shu narsani ham biz o'rgatamiz. Ya'ni ish boshlashga tayyor mutaxassis bo'lib yetishadi bizani Sedo Akademiyamizdan chiqqan bitiruvchilar. Agarda siz bu sohaga endi kirib kelayotgan bo'lganingizda, Sedo Academy'da o'qishni tanlardingizmi? Albatta tanlagan bo'lardim, chunki aytib o'tganimdek, vaqtimni tejagan holatda eng kerakli teoriyani olib va shu teoriya paytida praktikaga ham ega bo'lish imkoniyatini beradi. Shuning uchun men albatta tanlagan bo'lardim. Yaxshi. Endi qisqacha bir blitz apros qilamiz. Xo'sh. Unaqa tez javob berish shart emas, o'ylab javob bersangiz ham bo'ladi. Birinchi savol, mehmonxona sohasida tez o'sish uchun nima muhimroq? Diplommi yoki praktikadagi ko'nikmalar? Praktika va ko'nikmalar. Bugun mehmonxona industriyasiga kirib kelayotgan yosh mutaxassislarga avvalo qanaqa 3 ta skillni o'rganishni maslahat beradingiz? Xo'p, bu til o'rganish, muloqot va emotsional intellekt deymiz. Hozirgi kunda bu ham juda ham muhim mehmonxona sohasi uchun. Bir yoki ikkita jumla bilan tushuntirib o'ting, nima uchun bu soha, mehmonxonada ishlash sohasi aktual hisoblanadi hozirgi zamonda? Xo'p, nafaqat hozirgi zamonda, oldingi zamonda o'zimizning tariximizga qaraydigan bo'lsak, doim turizm bizda bo'lgan, oldin ham hozir ham bo'lib kelyapti. Hozir davlatimizning potensiali juda ham yana ko'p ochilgan sari bizda ko'rib turamiz, har xil investitsiyalar kirib kelmoqda, chet davlatlar bilan munosabatlarimiz yaxshilanayotgani uchun turizm juda ham yana tez rivojlanib bormoqda. Shuning uchun siz qayerga bormang, ish bo'yicha
boshqa viloyatga borsangiz ham qayerdadir qolishingiz kerak, to'g'rimi? Agar buvingiz, xolangiz, amakingiz u yerda turishmasa, sizga mehmonxona kerak bo'ladi. Boshqa bir davlatga qaysidir maqsadda borsangiz ham bizga yotishimizga, uxlashimizga, dushga kirib chiqishimizga nima kerak bo'ladi? Mehmonxona, hostellar, Airbnb. Shuning uchun bu mehmonxona sohasi doim aktual bo'lgan, hozir ham aktual va juda ham rivojlanib boryapti, aktual bo'ladi ham kelajakda. Chunki xuddi bizda har bitta odamda ovqat yeyishga ehtiyoji bo'lgandek, mehmonxonalarga ham ehtiyoj doim bor. Mehmonxona xodimi uchun yuqori oylikdan tashqari yana qanaqa plyuslari, afzalliklari bor? Xo'p, mehmonxonada ishlaganlar uchun oylikdan tashqari yana bir qancha afzalliklari bor. Bu aytsak bo'ladi, mehmonxonada mehmonlar xursand bo'lishi bu to'g'ridan to'g'ri ishchilarga bog'liqda. Shuning uchun kompaniyalar, mehmonxonalar ishchilarni doim xursand qilishi, ishchilarga yaxshi sharoit yaratib berishga harakat qilishadi. Chunki sizning kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, siz xursand bo'lsangiz, nima bo'ladi? Mehmonlarga ham to'g'ridan to'g'ri yaxshi servis ko'rsatasiz. Undan tashqari, men ishlab kelgan mehmonxonalarni aytib o'tadigan bo'lsak, xalqaro brend mehmonxonalarni aytadigan bo'lsak, oylikdan tashqari ishchilar uchun juda ham katta chegirmalar beradi. Restoranga kelib oylingiz bilan ovqatlanishingiz uchun, spa xizmatlaridan foydalanishingiz uchun, agar boshqa bir davlatga borganingizda shu mehmonxonada qolmoqchi bo'lsangiz, sizga 50% dan ko'p chegirmalar berishadi. O'zingiz ishlayotgan brendda katta chegirma bilan mehmon sifatida yashashingiz mumkin. Bundan tashqari nafaqat o'zingizga, oilangizga va o'rtoqlaringizga ham chegirmalar qilib berishadi. Bundan tashqari, Hayat kompaniyasida, mehmonxonasida ishlaganimda, bu kompaniya o'zini ishchilariga 1 yilda 12 kun bepul yashash imkoniyatini beradi. Bu degani butun bir dunyo bo'yicha qaysi joyga bormang, Hayat mehmonxonasida 12 kun bepul yashaysiz bo'ladi, agar siz mehmonxona ishchisi bo'lsangiz. Bundan tashqari, sizni o'zingiz shaxsiy rivojlanishingizga ham katta plyuslari bor, chunki doimiy treninglar, o'rganishlar sizga yangi ko'nikmalar beradi. Sizni ish tajribangizda qanaqadir qiziqarli yoki может быть stressli momentlar, voqealar bo'lgan bo'lsa, bo'lsangiz juda ham qiziqarli bo'lardi. Xo'p, bo'lgan albatta. Menimcha bu mehmonxonada ishlaydiganlarni hammasida bo'ladi bunaqa holatlar. Qiziqarli ham, kulgili ham va stressni ham. Birinchi mehmonxonada ishlashni boshlaganimda qiziqarli deb aytolmayman. Juda ham negativ tajriba olganman. Chunki italiyalik mehmonimiz lobbida kofe ichib o'tirganda birdan ancha uzoq vaqt o'tirib qolgan, keyin hech qanaqa harakatlar biz unda ko'rmaganmiz. Bilsak, keyin u o'lib qolgan bo'lgan ekan. Shunaqa odam xafa qiladigan holatlar ham bo'lib turadi mehmonxonada. Undan tashqari yana qiziqarli mehmonlar bor, har xil mehmonlar keladi, qiziqarli bir voqealar. Mehmonlar bilan takoy yana har xil mehmonlar bo'ladi, har xil kayfiyatdagi, har xil xarakterdagi mehmonlar bo'ladi. Bu mehmonlar bilan ham har xil qiziqarli hodisalar ro'y berib turadi. Bitta mehmonimiz bo'lgan edi, hazillashib, bizda ishlaydigan, restoranda ishlaydigan ofitsiant Tarzan deb aytardi. Bir kun ishga kelsam, o'tiribdilar, mehmon borib so'rashsam, kayfiyatlaringiz yaxshimi, yaxshi yashayapsizmi desam, menga Tarzanni chaqirib ber deyaptilar-da. Men bilmayman, men unaqa deyaptilar, smenaga endi chiqqanman. Keyin bilsam, smenaga chiqmasimdan bir kun oldin dam olgan edim. Kelib hamma ofitsiantlarga nimadir nomlar qo'yib chiqqan bo'lgan ekan bu mehmon. Tarzan holatlar bo'lgan, shunaqa har xil holatlar bo'ladi. Undan tashqari urushqoq mehmonlar ham bo'ladi. Bo'ladi mehmonlar kelib, nimaga menyudagi narxinglar bunaqa, nimaga menga bunaqa narx sotyapsizlar deb, ya'ni har bitta mehmonga bir xil narx beriladi. Aytib o'tganimdek, har xil mehmonlar bo'ladi. Mehmonlarning ham xarakteri, kayfiyati har xil bo'ladi.
Lekin mehmonlar bilan ishlash bu juda ham katta emotsiya beradigan joy. Shuning uchun ham mehmonxonaga ishga kelgandan keyin odam ketishga qiynaladi. Ketgisi kelmaydi. Bog'lanib Qolasiz emotsiyalariga. VIP mehmonlar bilan ko'p ishlagansiz va ular bilan ishlaganda qanaqa narsalarga ahamiyat berish kerak bo'ladi? Xo'p, VIP mehmonlarimizni ham bir necha tur kategoriyalari bo'ladi. Kategoriyalarga ajratamiz. VIP mehmonni statusiga qarab, qanchalik mehmonxonamizda ko'p, bizning kompaniyamizda mehmonxona kompaniyasida ko'p yashagan bu mehmonni shunga qarab bir necha tur kategoriyalarga bo'linadi. Endi hamma VIP mehmonlar bilan ishlayotganda eng asosiysi va juda ham muhim VIP mehmonlarimiz uchun muhim bo'lgan narsa bu konfidensialность hisoblanadi. Ya'ni har bir mehmonxona ishchisi ma'lumotlarni konfidensialnostni saqlashga majbur. Ya'ni bizda ham har xil turdagi VIP mehmonlar bo'lgan. Biz hattoki uyga borganimizda ham aytmasdik. Kimlar kelgan, uyimizdagi oila a'zolarimizga ham, oyimizga, adamizga, uydagilarga endi konfidensialnost bo'lgani uchun aytmas edik, mumkin emas. Shunaqa holatlar bo'lib qoladiki, siz mehmonxonangizda turgan birinchi mehmon kelib, ikkinchi mehmon haqida ma'lumot so'rab qoladi. Qaysi xonada turadi, kollegam edi, xonasi nomerini esimdan chiqarib qo'ydim deb biza bunaqa ma'lumotlarni bera olmaymiz. Chunki konfidensialnost juda ham muhim. Har bir mehmonni konfidensialnosti uchun biza javobgar bo'lamiz. VIP mehmonlar bilan ishlayotganda mana shu juda muhim va har bitta detallar ular uchun muhim hisoblanadi va ular uchun qilayotgan podxod muhim, boshqacha bo'ladi, ajralib turadi. O'zi nafaqat VIP mehmonlar bilan, butun bir mehmonxonangizda turgan mehmonlar bilan ishlayotganda ularning konfidensialnosti juda ham muhim hisoblanadi. Bizda shunaqa holatlar bo'lganki, hatto yoqimsiz shunaqa holatlar bitta ayol kelgan, yig'lab qo'lida yosh bolasi bilan hozir meni erimda, turmush o'rtog'im erim kelib sizlarni mehmonxonangizga kirib ketdi, qaysi xonada topib bering, ism familiyasini aytyapti. Bir tarafdan rahmingiz ham keladi, yig'lab turibdi qo'lida yosh bola bilan. Lekin qanaqa holat bo'lmasin, xotini bo'ladimi, boshqa oila a'zosi bo'ladimi, bunaqa narsalarni aytish mumkin emas. Tushunarli. Konfidensialnost juda ham muhim narsa. Juda ham muhim. Bu ham servisni, yuqori servisni bir qismi hisoblanadi. Mehmonxona sohasida top plus va minuslarni aytib o'tsangiz. Xo'p, plyuslarga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek, bu siz bitta vaqtda o'zida har xil holatlar bilan ishlaganingiz uchun, har xil bo'limlar bilan ishlaganingiz uchun sizga juda ham katta tajriba beradi va siz mehmonxonadan keyin boshqa kompaniyalarda ishlashingiz osonroq bo'ladi yoki o'zingiz biron bir shaxsiy nima bilandir shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu ham yaxshi tajriba bergan bo'ladi bu uchun. Undan tashqari siz sayohat qilishni hamma yaxshi ko'radi, ham boshqa davlatga borib ishlash, o'qish, yashash. Mana shu imkoniyatni mehmonxona sohasi orqali olishimiz mumkin. Chunki bilamiz, har bitta shaharda davlatda mehmonxonalar ko'p, har bitta mehmonxonaga ishchilar kerak. Bizda juda ham ko'p, o'zimni o'rtoqlarim, tanishlarim Dubayda, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklarida juda bizdan ko'pchilik borib ishlashadi mehmonxonalarda, borib boshqa davlatlarda qiynalmasdan ishga kirish imkoniyatini beradi mehmonxona sohasi. Ya'ni standartlar bizda bir xil bo'lgani uchun, xalqaro standartlarda o'qiganimiz uchun, xalqaro standartdagi amaliyot ko'nikmalarini olganimiz uchun boshqa davlatlarga borib ishlashda qiyinchilik tug'dirmaydi va undan tashqari ko'pgina davlatlarda mehmonxonaga ishga olish trебованиялari deyarli bir xil desa ham bo'ladi. Minuslarga keladigan bo'lsak, bu menimcha grafiklar degan bo'lardim. Men hamma maza qilib, choy ichib, zavtraqini qilib 9-10 ga ishga borganda, mehmonxona ishchilari 5 dan 6 dan ish boshlashlari kerak bo'ladi. Hamma 6-7 da ishini tugatib ketayotganda ishga, uyga ketayotganda, hamma 6 da 7 da ishni tugatib uyga borib maza qilib dam oladigan payt mehmonxona ishchilari smenalari 12-1 gacha bo'lishi mumkin. Hattoki
bizada odam bilan bog'liq bo'lgani uchun mehmonxona sohasi ofis emas. Shuning uchun ish vaqtingiz, grafikingiz tugasa ham ishingiz tugamagan bo'lishi mumkin, mehmonlaringiz bo'lishi mumkin. Shunaqa holatlarda tashlab keta olmaysiz. Ya'ni grafikimizdan tashqari yana ishda ushlanib qolishimizga ham to'g'ri keladi. 2gacha bo'ladimi, 3gacha bo'ladimi? Ya'ni aytib o'tganimizdek, biza rezultatga, umumiy rezultatga javobgar bo'lganimiz uchun baribirga mana shunaqa holatlar, qiyinchiliklari, minuslari bo'ladi. Undan tashqari bayram kunlarida ishlash, shanba oddiy kunlari ham ishlashga to'g'ri keladi grafikingizga qarab. Mana shu manimcha minuslari deb aytsam bo'ladi. Kompensatsiyasi o'ziga yarasha bo'lsa kerak, shu minuslarga yarasha. Yuqori. Shunaqa yoki siz ishlagan soatlaringizga oyligingizga qo'shib pul olsangiz bo'ladi yoki ekstra deymiz, qo'shimcha dam kunlarini olsangiz bo'ladi. Podkastimiz yakunida qisqacha bir blitz oпрос qilib o'tamiz. Birinchi savol: mehmonxonada tik oyoqda turib ishlash yoki ofisda o'tirib ishlash? Mehmonxonada turib ishlash. Hotel management направленияsi bo'yicha universitetda o'qish yoki Sedo Academy'ni kursini o'tish? Qiyin savol bo'ldi. Menimcha ikkalasi ham. Ikkalasini tanlagan bo'lardim. O'zbekistonning nufuzli mehmonxonalarida amaliyot yoki Vyetnamda amaliyot o'tish? Vyetnamda. Faqat diplomni olib ishga kirish yoki amaliyotda hamma bilimlarga o'rganib ega bo'lish? Amaliyotda ko'proq. Mehmon har doim haqmi? Yo'q, har doim haq emas. Nima uchun? Chunki mehmon har doim haq bo'la olmaydi, lekin mehmon har doim biz uni eshitganimizni, unga yordam bermoqchi bo'lganimizni his qilishi kerak. Ba'zi bir mehmonlar bor, nohaq ishchilarni xafa qilib qo'yishadi, ayblab qo'yishadi, lekin mehmonxonalar hech qachon men ko'rmaganman, menejerlarimizni ham mehmon har doim haq degan narsaga amal qilib, ishchilarni xafa qilib qo'ygan holatlarda mehmonni yonini olishmagan. Doim mehmonxona o'zini ishchilarini himoya qiladi, o'zini ishchilarini qo'llab-quvvatlaydi, agar mehmon haq bo'lmasa. Shu nuqtada podkastimizni yakuniga yetkazamiz. Katta rahmat podkastda ishtirok etganingiz uchun. Bugun juda ham ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldik. Sizga ham rahmat. O'ylaymanki, podkastimiz bu sohaga endi kirib kelayotganlar uchun qiziqarli va foydali bo'ladi. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.